Hammaga assalomu alaykum hurmatli musofirlar. Juda ham ko'pchilikga qachon Farg'onaga, ya'ni Vodiyga aksiyasi e'lon qilasiz degan savol uchun xudo xolasa may 1-dan to 25-gacha O'zbekiston Havo yo'llari Vnuko Farg'ona bo'yicha 65% aksiya e'lon qilaman. Bir kun ichida uzoq emas. Aprel oyiga aksiya qilish juda ham kam, sababi aprel oyida Dagan safargacha narxlar juda ham keskin ko'tarilib ketdi. Xudo xolasa bo'lgan keyincha hammaga aksiya e'lon, Vodiyga ham, Vohaga ham, poytaxtga ham aksiya e'lon qilib boraman, birin-ketin ketma-ket. Va do'stlar, hisoblamasdagi juda ham ko'pchilik aeroportda nomos bor, Dakanning nomos borlar. Tog'olaga aeroportga borib, Tog'olaga uchib qolganligi menga aloqa chiqarsa, iltimos qilaman. Shunaqa muammolar bo'lsa, menga bir kun oldin yoki 5-6 soat oldin ogohlantirib qo'ysangiz, ish xonalarni chiroyli kutib olib, kuzatib yuboradi yoki men shaxsan o'zim chiroyli kutib olib, kuzatib yuboraman do'stlar. Undan bez muammo chiroyli xizmat ko'rsatib ketamiz sizlarga. Xo'p. Tez kunda aynan Farg'onaga O'zbekiston oilasidan aksiyani kutib qo'yinglar. Bu videoni keyinroq tarqatishni iltimos qilaman. Hamma do'stlarga oshna bo'lganlar gruppalar bor, shu gruppalarga Telegram kanalimizga tashlab qo'yinglar. Balkim aeroport yangiliklari yoki aviabilet jadvallari qiziq bo'lishi mumkin. Kuzatishda davom etib, kimgadir manfaatli bo'ladigan umiddaman. Sog' bo'lasizlar.